Assalomu alaykum hammaga. Imkon bo'lsa, iltimos sizlardan mana shu videomni maksimalni tarqatishlaringni so'rayman. Yangi qonun chiqibdi. Qonun bu yozilgan qonunmi, yozilmagan qonunmi bilmayapman-da to'g'risi. Universitetda o'qiyotgan talaba diplom olishi uchun o'zini o'zi band qilishga majbur ekan. Soliq ilovasiga kirib, o'zini o'zi band qilganligi haqida o'sha nimani topshirish kerak ekan. Yo'qsa diplom yo'q. Rektorat yozib yotibdi, o'zini band qil tezroq deb. Bu jiddiy, bu masala unaqa, bu masala bunaqa jiddiylashib ketdi deb. Endi sizlarga savol. Bir talaba nima uchun o'qiydi? Diplomlaring nimaga kerak? O'zini o'zi ta'minlasa ish bilan, o'zini o'zi band qilsa ish bilan. Diplom nimaga kerak? Ras o'zini o'zi band qilmagan talaba diplom ola olmasa, sizlar uni 5 yillik umrini zararini 5 yillik kontraktini to'lab qo'yinglar. Qaytarib beringlar. O'sha kontraktlarni oladi-da, 70 millionmi, 80 millionmi oladi-da, o'ziga bitta do'konmi, biron nima ochib kunini ko'radi. Diplom nima uchun kerak? Tualetga ishlatamizmi, o'zimiz band qiladigan bo'lsak biza? Biz ham bir o'sha sohada, sevgan sohamizda ishlaylik, ish topaylik deb o'qiyapmiz, pul xarajat qilyapmiz, umrimizni sarf qilyapmiz biza. Agar biza o'zimiz band qiladigan bo'lsak, qaytaraman. Sizlarni diplomlaring nimaga kerak? Ha? Ish so'rab borsak, diplom so'raysizlar. Diplom so'rab borsak, ish so'raysizlar. Mantiqqa to'g'ri keladimi? O tepadagi o'tirganlar, o'tirib o'zicha qonun chiqarayotganlar. Mana shu qonunni kirgizib kelayotganlar. Mantiq qani? Ishga borsa diplom, diplomga borsa ish. Nima bu? Qayerdan chiqqan bu qonun? Faqat kistalaring to'ldirishni o'ylaysizlarmi? Faqat kontrakt, otib kallasida kontraktni olasizlar-da, keyin mana diplom deysizlar. Agar men tikuvchi bo'lib turib yoki men bitta salon ochib, o'zim band qilib qornimni to'ydirsam, umuman kerak emas sizlarning diplomlaring. Diplomsiz mana o'zimiz band qilsak bo'lar ekan-ku mana. Nima kerak universitetlar? Nimaga o'qilyapti? Nimaga xalqni shuncha ahmoq qilib pulini olyapsizlar? Yoshlarni umrini o'tkazdiryapsizlar. Ustoz shogird an'anasi bo'yicha hamma yo tikuvchi bo'lsin, yo kulol bo'lsin, yo qanaqadir biznesmen bo'lib ketsin bo'lmasa, universitetdan yopib tashlaylar. Bermaylar diplom bo'lmasa. Qayerdan chiqyapti bu qonun? Ishsizlar o'zini o'zi band qilgandan keyin yana qaytaraman. Sizlarning diplomlaring nimaga ishlatiladi? Faqat pulga sotib olgan bo'lamizmi bu diplomni? Stavkaga qo'yamizmi diplomni? Nima kerak diplom bizga?